20 yildan beri avtomobil kuzoviga himoya qoplamalarini va oynalariga tonirovka qora qoplamalarni ishlab chiqaradigan zavodning showroomidamiz. Bu yerda kuzov uchun mo'ljallangan himoya qoplamalari hamda yuqori sifatdagi oynani qoraytiradigan, anti-blikt yoki bo'lmasam quyosh issiqligini to'sadigan va shuning bilan birga avtomobilni old oynasini, pesh oynasini oldi tarafdan himoya qilishlik uchun yopishtiriladigan qoplamalar ishlab chiqarilib, mana shu showroomga olib kelib qo'yilgan. Butun Yevropa bo'ylab bu brend mahsulot eksport qilishligidan ma'lumot oldik va o'zimizni yurtimizga ham eng yaxshisini niyat qilib, bu yerdagi katta maldagi 30 ta mana shunday zavodning orasidan ushbu zavodda ishlab chiqariladigan old pesh oynasiga himoya qoplamasini xarid qildik. Xudo xohlasa tez kunda Comfort Tuningga kelib, eng yuqori sifatdagi, ko'p muddat yaxshi turib beradigan, o'zini o'zi tiklaydigan, oldi pesh oynaga yopishtiriladigan mahsulotni yopishtirib, avtomobilinglarning oynasini uzoq muddat yaxshi saqlab tursanglar bo'ladi. Yurtdoshlarimizga foydamiz tegsin va o'zimiz ham to'g'ri foydalanaylik degan maqsadda Xitoydagi safarimizdan sizlarga lavhalarni, videolarni ulashib turibmiz. Duo qilganlarga, izohda yaxshi fikrlar yozib, videoga like bosganlarga katta rahmat.